Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari. Aka shu necha pulga baraka bu? 24 millionga mana shu molimiz. 24 million 300 mingga baraka bo'lgani. Endi sotuvga ketyapti bu. Uyga ketyapti. Ves qancha buni aka? Ves 350 kg. 350 plus deyapti. Kelinglar ey! Mana aka ishqibozlariga Jahon bozorida yo'lida. Keling Odilbek. Andijon viloyati. Mollarimiz ko'p ekan. Sog'lom, kavshanib turibdi. Og'zida o'ti bor edi. Mickey Mouse, Greenford, sementallar bitta, ikkita semental, 3 ta. Sementallar ozroq qolibdi, Mickey Mouse ham bor ekan. Asosan Greenford. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz. O'sha nomer orqali lokatsiya tashlash beradi. Baribir kelib, ko'rib ustida. Savdolashib olgan boshqa. Hammasi sog'lom mollar ekan. Bu yerda hozir 50 tadan oshiq sotilyapti, ketyapti. Har kuni savdo bo'lyapti ekan. Mana hozir ko'rganlarimiz 24 millionga bundan ko'ra yirikroq baraka bo'libdi. Eng muhimi puli yengil ekan. Mana o'sha 24 million 300 mingga baraka bo'lgan qaytib chiqdi. Ketgisi kelmayapti sog'lig'ini. Hozir akalar mashinaga chiqarolmay qaytib chiqib ketib qo'shilib ketib qoldi. Hozir buni baribir eplab mashinaga chiqarib jo'natishadi uyga. Mana sementalimiz. O'zi joylashgan joyi ham chiroyli ekan. 20 milliondan 25 milliongacha mollar bor ekan. Bemalol qiziqqanlar kelib, ko'rib, ustida savdolashib sementalga shunday variantlari ham. Mol bo'lsa shuncha bo'ladi. Qo'ng'ir variantida. Puli yengillari ham bor ekan akalar. Mana pulim ozroq edi. Meni pulimga kelarmikin deganlarga puli yengillari ham bor ekan. Menimcha 20 ni pastida ham 18 larga ham ish bitadi bu yerda. Endi kelib savdolashishga bog'liq. Chunki qo'lda tashab mancha beraman desa, baribir bu akalar ham niyat sotish, sotadi, berib yuboradi. Bu mollarda baqib foyda ko'rganlar keyin qirg'iz, mesniy mollarga ancha-muncha qaramay qo'yadi. Chunki buni foydasini bilib olguncha. Mana shu chorvada bari baraka. Payg'ambarlarda ham aksariyati bilamiz cho'ponlik bilan shug'ullangan, chorva ishi bo'yicha ancha-muncha ishlar qilishgan.
O'shaning uchun bu chorvachilikni biz payg'ambar kasb deymiz. Baraka shunda. Chorvada baraka ko'p akalar. Nima qilsam ekan pulimni deganlarga mana 4 ta tashab qo'ysa ham Alloh shuni barakasini beraveradi, puliga pul qo'shilib turaveradi. Ko'ryapsizlar, go'sht narxi ham oshib boryapti. Qiziqqanlarga nomerlarga aloqaga chiqadi. Xudo xolasa didaga yoqqanini tanlab 4 tami, 5 tami, 10 tami olib ketaveradi.